Ipotekaga uy oldingiz, lekin qurilish oxiriga yetkazilmadi. Qurilish kompaniyasi umuman yo'q bo'lib ketdi yoki tugatildi. Litsenziyalari bekor qilindi va hokazo va hokazo. Bu millionlab insonlarning muammosi. Ushbu holatlarda qanday yo'l tutsa bo'ladi? Hozir shu haqida gapirib o'taman. Ushbu holatlarda birinchisi qurilish kompaniyasiga yozma talabnoma jo'natish mumkin. Ya'ni yozma talabnomada qurilish nega to'xtaganligi, shu sabablar ko'rsatilishini so'rab va mazkur holatlarni bartaraf qilishni so'rab murojaat qilish mumkin. Agarda talabnomadan foyda bo'lmagan bo'lsa, fuqarolik sudlariga da'vo arizasini kiritish mumkin. U yerda siz shartnomani bekor qilish, ko'rilgan zararlarni qoplash hamda asosiy summalarni qaytarib berish talablarini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari siz iste'molchilik huquqlarini himoya qilish bo'yicha agentlikka murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mazkur holatlarda huquqni muhofaza qilish organlariga Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik jinoyat alomatlari mavjud bo'lgan taqdirda ularga ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda haqiqatan ham ularning harakatlarida jinoyat alomatlari mavjud bo'lgan bo'lsa, bu hollarda jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin bo'ladi. Mazkur holatlarni oldini olish maqsadida qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzishdan oldin shartnoma bandlariga ahamiyat berish tavsiya etiladi hamda qurilish montajlari bilan bog'liq bo'lgan barcha hujjatlar, loyiha smetasi hujjatlari, kadastr hujjatlari, qurilishga ruxsatnomalar hujjatlari mavjudligini ko'rib chiqishingiz tavsiya etiladi.